Qori Mahibulloh bu kishi Qobul shahrining obodonlashtirish raisi ekanlar. Davlat tomonidan bu kishiga mana shunaqa jentra berilgan ekan. 2020-yildan beri haydab yurar ekanlar. Xo'p, mashina shu insonni sohalari tufayli tanishlarimizga bir chiqib, bu yoqildik, bu yoqildik, xullas Alloh mana shu insonlarni to'g'riladi bizga. Va ko'rib turibsizlarki, hozir biz katta shartnomani ustida turibmiz inshaalloh. Hammaga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Aynan Shuhrat akamni sohalari sababi bu yoqda to'y, hasham juda ko'p. Ko'rpacha, joynamoz, shunaqa masalalar bo'yicha og'riqli joylari bor. Agarda mana hozirgi kunda bular Xitoy va Turkiyadan mol olib kirayotgan ekanlar, logistika narxi juda ham qimmat chiqyapti. Hozirda O'zbekiston bilan hamkorlikni boshlasalar, akalarimiz o'zlari etishlari bo'yicha bozor ancha narxi pasayar ekan. Sababi O'zbekiston bilan ishlaganlarda narximiz ham arzon chiqyapti, ham logistika bo'yicha juda ham zo'r. Jamiyatga foydamiz tegsin-a? Nima dedinglar? O'zbekistonga, avon xalqiga. Tashakkuringiz yo'q.